Assalomu alaykum. Biz kanalning hurmatli obunachilari, bizni doimiy kuzatib boruvchi muxlislarimiz hamda Gipki Kami ishqibozlari. Shu bilan birga bizni musofirchilik kuzatib borayotgan aka-uka, opa-singillar, tengdoshlar sog'-salomat, tinch, sog'-salomat yuribsizlarmi? Alloh hamisha sizlarni o'z panohida asrasin. Mana bugun yangi filialimizdan video lavha havola qilyapmiz e'tiboringlarga. Bu filialimiz Asaka tumani Qayrag'och qishlog'ida o'z faoliyatini boshlab, mana o'zini dastlabki ilk ishlarini klientlarga yetkazib bergan. Mana ish jarayonidan sizlarga ma'lumotlar beryapmiz. Umumiy ob'yem 150 kvadrat keladigan ob'yemda har xil fasonlardan ishlatgan, plastrga ko'cha ichkariga bir xil, ko'cha tomonga miramir, oq miramir, ichkariga maloshnik qilib sariq projilkalar bergan. O'zim borib ko'rdim, mana shogirdim ishidan xursand bo'ldim. Ko'z tegmasin. Alloh hamisha o'zi qo'llasin. Menga juda yoqdi. Ijoddan charchamasin. Shuni ma'lum qilamizki, Asaka tumanida, Asaka shahrida turib zakaz beraman deganlar bemalol xudo xolasa shogirdimizga murojaat qilsanglar ham bizni mahsulotni singari sifatli qilib yetkazib beradi. Nomerlar ekranda, murojaat qilasizlar. Xudo xolasa xursand bo'lasizlar inshaalloh. Tinch bo'linglar.